Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi tahlilimizni boshlaymiz. Bundan oldingi tahlilda esingizda bo'lsa, shu grafikni analiz qilib o'tgandik. Bozor yuksalish trendida mana bu yerdan buzib o'tganini va bu yerdagi bir siqishma siqishma paterni paydo bo'lgani va bu yerda 1 1 2 2 va mana bu 2 dan qaytib 3 ga kelishligini va 3 dan proboy bilan katta ehtimol bilan pastga tushishligini analiz qilib o'tgandik va bu yerda aytib o'tdikki, hozir bundan keyin nima dedik? Katta ehtimol bilan buqa sezonini boshlarida turibmiz deb aytib o'tdik. Chunki bizga hech kim aytmaydiki, nima deydi, buqa sezoni boshlandi, pul investitsiyalar qilinglar, narsalar sotib olinglar deb hech kim aytmaydi. Bizga faqat nima qiladi? Buqa sezon boshlanayotgan paytda naborot panik qilib bizni bozordan chiqarishga harakat qilishadi bu katta o'yinchilar albatta. Xo'p, shu sababdan nima dedik? Mana bu zonadan ba'zi narsalarda yuksalishligini prognoz qilib, bundan oldingi videoda analiz qilib o'tgandik, esinglarda bo'lsa va o'shandan keyingi bozorni ko'rdinglar. Misol uchun, mana bu zonalarda biz fonding bozorda yaxshi nimadaligimizni aytib o'tgandik. Yuksalish pozitiv tomondaligimizni va ko'rib turganingizdek, altcoin'lar yaxshigina yuksaldi. Eng kamida 50%, 100% gacha altcoin'lar yaxshigina yuksalib berdi. Alhamdulillah, ba'zi coin'larni olib sotganlarimizni ham Telegram kanalimizga jonli aytib tashlab turdik. Inshaalloh ko'rib turganingizdek 40%, 30%, 20% gacha nima qildik? Foydalarni olib sotdik alhamdulillah. Xo'p, mana bu grafikdagi bo'lgan o'zgarishlar va o'zgarish bo'ldimi deydigan bo'lsangiz, yo'q. Bu grafikda katta time frame'da, ya'ni haftalik time frame'da analiz qilganimiz uchun hozircha hech qanaqa bir o'zgarish yoki panik qiladigan narsa yo'q. Hozir naborot nima bo'ldi? O'tgan hafta mana bu zonada analiz qilgan bo'lsak, bu hafta yana ham sal yuqorog'iga chiqib degan holatda qilyapmiz. Ya'ni yana ham imkon deb bilaman. Hozir USDT dominans nima desam bo'ladi? Eng pastga qaytish zonalariga kelgan. Ya'ni 1 1 bo'lgandan keyin 2, 2 dan keyin 3 ga kelish zonasida. Katta ehtimol bilan bu yerdan sekin pastga tushishligi kerak. To bu grafik buziladigan bo'lishligi uchun mana bu yuqoridagi qizil zonaga kelishligi kerak. Qizil mana bu chiziqqa, qizil chiziqqa kelmaguncha nima? Biz hali ham mana shu fikrdan qaytmaymiz. Hozircha shu fikrdamiz. Xo'p, va bundan tashqari bo'lgan qarshi zonamiz mana bu yerdagi frakta nuqtamiz bor. Frakta nuqtani ichida sham yopilishligi va yuqoriga chiqib sham yopilishi, mana bulardan keyin boshqa yana bir mana bu zonadagi qarshiliklar bor. Muhimi mana bu zonada yaxshigina bu USDT dominansida qarshiliklar bor. Katta ehtimol bilan bu pastga tushishligi kerak mana shu zonalardan. Men shu fikrdaman. Xo'p, va bundan keyingi nimalarda ketma-ket aytib o'tadigan bo'lsak, misol uchun bu yerda Bitcoin'da nima dedik? Oxirgi videolarimizda aytib o'tganimizdek, Bitcoin'da panik qilishni keragi yo'q. Mana bu zonadagi fraktal nuqtamiz tagiga tushib, sham yopilmaguncha panik qilishni keragi yo'q degandik va hali ham shu fikrdamiz. Nimaga? Hozir Bitcoin'ni panik qilib bu yerdan bir bo'ldi, oqdi ketdi deb qo'rqishdan hojat yo'q. Chunki 2 kun bor, ya'ni Bitcoin yopilishligiga. Bugun kunimiz juma, ertaga shanba va yakshanba. Yakshanba kuni ertalabda nima bo'ladi? Yangi sham ochiladi, haftalik sham. Agar yangi sham, haftalik sham buni tepasida, mana bu fraktal nuqtani ichida yopiladigan bo'lsa yoki teparog'ida yopiladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Yo'limizda yana yuqoriga deb bemalol ayta olamiz. Ya'ni panik bo'lmaydi. Lekin buni tagida yopiladigan bo'lsa, albatta undan keyin mana bu pastlarga, mana bu zonalarga kelishligimiz mumkin. Mana bu yerdagi poddeshka zonalarga kelish ehtimolimiz bor. Agarki buni tagida yopiladigan bo'lsa, tushunarligi, haftalik time frame'dagi shamni kuzatamiz. Ya'ni 2 kun vaqtimiz bor. 2 kun davomida yo bu o'tib bu yerga kelib olsin, 2 kun davomida, ya'ni $88,000 shu atroflarga bir igna otib kelib olsin yoki nima 2 kun davomida chiqib tepaga yopilib olsin. Ikkita variantimiz bor. Agar buni tepasida yopiladigan bo'lsa, yo'limiz yuqoriga deb bemalol ayta olsak bo'ladi. Misol yuqoridagi zonalarni kichik time frame'da analiz qilamiz, qayerga kelishligini. Xuddiki kichik time frame'da mana bu yerda Bitcoin analiz qilib o'tganimizdek, ko'rib turganingizdek, Bitcoin'da yuksalishda mana bu zonada eng tushgan paytda, bundan oldingi videoda mana shu zonada qilgandik. Bu yerdan nima dedi? Katta ehtimol bilan yuksalishni kutyapman deb turib va ko'rib turganingizdek, bu yerdan yuksaldi bozor. Yuksalib to mana bu yergacha kelguncha yaxshigina altcoin'larda ishlab oldik alhamdulillah va ketma-ket nima dedik? Mana bu zona poddeshka zona, mana bu zona qarshilik zona, katta ehtimol bilan qarshilikka keladigan bo'lsa, bizga yana ozroq imkon berishlikka tushadi. Ya'ni bu yerga kelganda nima bo'ladi? Yana bir qarshilik mana shu zonaga kelganda ozroq pastga tushishligini imkon deb bilsak bo'lardi va yuqoriga ketish ehtimolimiz katta edi, lekin bu zonagacha yetib kela olmadi. Ya'ni bozor o'zida kuch topa olmadi va bu yerdan keyin mana ko'rib turganingizdek,
Mana bu qo'llab-quvvatlash zonasiga keyingi bor yana bir kelganda mana ko'rib turganingizdek ignani olib igna tegdida va yuksaldi bir marta. Yuksalib keyingi shamiz hajm bilan kelgani uchun nima bo'ldi? Tagida yopildi va undan keyin bozor shu zonaga test qilgan holatda bozor pastga tushishni boshladi. Xo'p, muhimi hozir bu 4 soatlik time frame. 4 soat time frame'da har narsalar bo'lishligi mumkin. Kichik time frame bo'lgani uchun biz katta time frame'ga qarab yuramiz. Katta time frame'imizga 2 kun bor. 2 kun davomida mana bu Bitcoin'imiz ozroq, misol uchun 4% mi, 5% yuqoriga yuksalib, yuqorilarda yopilib oladigan bo'lsa nima bo'ladi? Ya'ni yana ham nima panik bo'lmaydi. Ya'ni haftalik time frame'dagi shamimiz yaxshi yopilgan bo'ladi. Ya'ni bizga hozir oldimizda 2 kun vaqtimiz bor ekan. Xo'p, va bundan keyingi oldi sotdi qilgan ko'ylarimiz agar ko'rgan bo'lsanglar, misol uchun bu qaysi biri edi ekan? Bu Zen degan ko'yinimiz edi. Bundan ham olib sotdik. Mana bu yerlardan Zendan olib sotdik va Fluxmidi, Lux ekan qaysi? Ha, LSK degan ko'yindan esinglarda bo'lsa, mana bu ko'yinda ham signal bergandim kanalimizga. Mana bu yerga tashab katta ehtimol bilan bu yerdan yuksalish ehtimoli, ya'ni kunlik qo'llab-quvvatlash zonasiga deb turib mana bu yerdan tashab ishga kirganimiz aytgandek, mana ko'rib turganingizdek ishga kirgan zonamizdan nima bo'ldi? 30 dan berdikmi, 31 danmi? Shu yerdan berdi adashmasam. 45% gacha otdi va mana shu zonalardan nima qildim? Rasmga olib tashladim. Yaxshigina yuksalib berdi. Va undan tashqari mana bu ko'yinlarimiz bor edi. Bu ham bo'lsa ZK degan ko'yin edi. Buni mana bu zonadan ishga kirganimizni aytib o'tgandim. 45 edi adashmasam. Ishga kirgan zonamizdan bu ham hozir yaxshigina o'sib berdi. Ya'ni 18%, 19% gacha yuksalib berdi. Va men kutyapti turgan zona mana bu zonalarga kelsa sotaman. Men hali sotganim yo'q, buni olganimdan keyin. Bu yerlarga kelsa, ya'ni 55 shu atroflarga keladigan bo'lsa, sotish mumkin va ungacha sotganim yo'q. Va hozir yana ko'z ostimga olib qo'ygan ko'ylarimdan bittasi, bu ham bo'lsa, mana bu ko'yindan kutib turibman. Bu Flux degan ko'yin. Fluxni o'tganda esinglarda bo'lsa, yaxshigina olib sotdik. Fluxni adashmasam 3 marta olib sotdimmi? 3 marta olib sotdim. Uchovsini ham jonli Telegram kanalimizga tashab bordim inshaalloh. Mana bu yerdan sotib olib 35% bilan bu yerlardan sotdim. Esinglarda bo'lsa. Va ikkinchisini mana bu zonadan yana sotib oldim, bu zonada va uchinchisini nima bo'ldi? 45% ga sotdim. Ya'ni qaysini deydi? Mana bu. Ha, bu yerdan sotib oldim va sotib olganim 35% mana shu yerlarda sotganimni pastlardan sotib oldim mana shu yerlarda. 35% bu yerdan oldim va ikkinchisini bu yerdan sotib oldim. 45% adashmasam mana shu yerlarda 45%larda sotdim. Yuqorida sotdim, 30 atroflarida sotdim. Ya'ni 45-50 olib ketdi. Ya'ni bu zonada olgan ekanman. 45% atrofida mana shu yerlardan olib sotdim buni ham alhamdulillah. Va keyingi oxirgi olganimiz qayerdan olib sotdik? Bu zonadan sotib oldik va olganimni jonli aytib turdim. Mana shu zonadan sotib oldim deb va bunisidan ham alhamdulillah yaxshigina foyda qildik. Adashmasam shu zonalardanmikan? Bu yo'ldan sotdim adashmasam. 3 marta zerka qildim. Uchosida ham alhamdulillah kanalimizga tashab birma-bir hammasini tashab bordim. Va oxirgisi yana ishga kirish ehtimolim hozirgi holatda mana bu zonadan yana ishga kirmoqchiman inshaalloh. Shu zonaning ichlaridan, misol uchun bu yerdan kelsa bu yerdan yoki bu yerdan shu zonalardan yana ishga kiraman. Eng kamida mana shu yerdan boshlaylik. Bu yerdan ham kamida inshaalloh 20% eng kamida yana tepi kutyapman inshaalloh Fluxdan inshaalloh. Agarki bu zonaga keladigan bo'lsa ishga kiraman, lekin hali bu zonaga kelmadi. Men kutgan zona 15 va 14. 14.50 atroflarida shu zonaga keladigan bo'lsa ishga kiraman. Va oxirgi signal berganim DKR degan USDT edi. DKR USDTni buni o'tganda olib sotgandek esinglarda bo'lsa va hozir buni signal berdim. Mana shu zonadan Telegram kanalimizga tashladim. Telegram kanalimizda bo'lmasanglar qo'shilib olishinglarni maslahat beraman va mana shu zonadan ishga kirishligimizni, ishga kirganimni tashlagan edim. Va bundan kutyapti turgan hadafim katta ehtimol bilan uje yurishni boshladi. Eng kamida 50%. Eng kamida 50%
100% gacha TP kutyapman bundan. Tushunarligi? 100% qayergacha bo'ladi? Mana shu atrofmi? Taqriban shu atrof. DKR Justitidan inshaalloh oldimizdagi kunlarda, mumkin oldimizdagi haftalarda eng kamida 50% yoki 100% gacha, 50% imiz taqriban mana shu yerda bo'lsa kerak adashmasam. 50% yoki eng kamida 100% gacha yuksalish kutyapman inshaalloh. 50% imiz bu yer ekan. Ya'ni shu zonalarda kutyapman. Inshaalloh bu ozroq shu yerlarda yurib, stop o'ynamiz, mana shu zonalarga kelib, stop bo'lmaguncha, ya'ni gidiktamir mana shu zonalarga kelib, mana yerlarga kelmaguncha bozor yo'limiz yuqoriga. Inshaalloh bu oldimizdagi haftada bu ham yaxshigina yuksalib beradi inshaalloh. Xo'p, videomiz ko'p bo'lib ketmasin, shu yerda to'xtataylik. Olib sotyapti turgan narsalarni sizlarga jonli aytib turibman, ba'zilarini inshaalloh albatta. Inshaalloh yana keyingi videoda ko'rishguncha o'ylaymanki, videolarim sizlarga manfaatli va foydali bo'lyapti deb o'ylayman. Qo'lingizdan kelsa kommentariyalarga yozib, o'zlaringiz fikrlaringizni bildirib qo'yinglar va do'stlaringizga ulashib qo'yish esdan chiqmasin. Assalomu alaykum. Sizlar bilan ekspert signal admini Sulaymon. Keyingi videolarda ko'rishguncha